Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari, mana shunday nasldor zotdor qo'y ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun bahobatda sizlarga qo'ylarda mana shunaqa toza variantlardan, akalar sim jullaridan, go'zallarda eng muhimi narxlarini yengil qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoni boshidan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab obunachilar, bahobatda Kadishani ayrimizga o'tamiz. Bugun akalar Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'onda shu arzonchilar, o'qituvchilar qishlog'idamiz. Bahobatda qo'ylarda mana shunaqa gullarni, zo'rlarni, har doimgidek chiroyli variantlarini arzon narxlarda kelgan akamizni, Murodjon akamiz qo'rlardan. Abasan, keling. Assalomu alaykum aka, Yaxshimisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar hammalaring? Xohlasa bo'lsam bugun qo'ldan kelgancha 3-4 partiya qo'y chiqarib beramiz. Bu yerda oxirgacha erinmasdan ko'rib turibsan, bundan like tugmachasini bosib, mana obuna bo'lib ko'rayotganlar obuna bo'lsalaring. Yaxshi, mana shunaqa yaxshilar chiqadi, sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Xohlasa bugun 4 milliondan pastiga ham qo'ylar chiqarib beramiz. 4 million pastiga ham qo'ylar chiqadi, xudo xolasa. Qo'ylar chiqarib beramiz. Erinmasdan oxirgacha ko'rib turibsan, 4 milliondan pastiga ham sololarimiz bor, chiqarib beramiz. Bugun birinchi partiyamizga soni 8 bosh, yo'q 4 bosh variantlari. 4 variantlardan, xudo xolasa. Hammasi beramiz. Aka, soni nechta bu yerda? 8 bosh, soni 8 dona, yarichkalar akalar. O'zi junini tulaydigan variantlar ekan aka, xudo xolasa. Akalar o'z junlarini tulaydigan variantlari. Sifatlariga akalar o'zlariga bir baho berasizlar mana. O'z junlarini akalar tulab, o'z chiqib turadi. Bunaqa qo'ylar jun uncha o'smaydi ham. Mana sekin o'sib nima qiladi akalar, xudo xolasa. Aka, qo'ylarimizni endi yoshlardan aytdik o'zingiz, ko'rishni boshlaysiz. Bo'ylarini necha beramiz? Bo'ylari 85 atrofida. 85 plus minusda. Bo'ylari akalar 85 plus minusga olib borasiz akalar, xudo xolasa. Soni 8 dona, bari 4 variantlari qo'yiladi. Yoshidan, zo'ridan boqaman degan akalarimizni tavsiya qilamiz. Aka, qo'ylarimiz qachon yetib keldi? Bir hafta atrofida bo'lib qoldi. Bir hafta atrofida. Ishlar shunday o'tdi. Bir hafta yana garantiya. Yana akalar garantiyalari bor. Kalla, qarang janovar yuzini. Hamma yuzlar aniq, oq yuzi variantlar. Boshlari ham yaxshi, oqib ketmagan. Kelishgan qo'ylarni zo'rini, sifati, dahshatini ishqibozlarga podlesiya qo'yamiz. O'z yirik, puli arzon variantlari xudo xolasa. Agar bu 8 ovini bir joyga o'zim boqaman deysiz, nechta pul beramiz? 7 million 500 mingdan berishdan bo'lsa 7,5 milliondan ketadi aka, xudo xolasa. Bir tortirga. Agar telefon qilib uka qo'ldan yoqdi-yu, ozgina endi xayr qilib bermasang bo'lmaydi deysiz, o'tiramizmi? Bosan bir joy olishdan bosan shunaqa hisoblayapti. Hozir bundan keyin chiqadigan partiyada bosan o'zimiz uyda qo'ylar, boqilayotgan qo'ylar bor. Chiqarib beramiz bosan. Hop. Hozir qorada mana shu qo'ylarda xudo xolasa bir joyga oldim degan odamga bosan aytgan summamizdan 100 mingdan kam o'tib beramiz. 7 million 400 dan ketaveradi. Agar akalar hammasi olgan odamda yutadi, chunki qo'ylar sifatlari haqiqatan kelishiga bir pachog'ini qo'yib monta qilishmaganda 8 ta zo'rini bitta partiya qilib qo'yishgan. Akalar, lekin tavsiya qilamiz, chunki qo'yning sifati yaxshi, suyak yo'g'on, pullari yengil. Xohlasa tanlab olishga yana plus minuslari bor, savdosini qilaverasizlar. Bu akalar bo'lmasa birinchi partiyamiz edi, biz keyingi partiyarimizga bo'lmasa o'tamiz. Hop, obunachilar, xudo xolasa biz keyingi partiyamizga ham o'tdik. 3 dona qo'ylarda akalar, go'zallaridan. Qorinini qarang janovar. Bu ozmi aka bu? Amasan, mana bu partiyamizga haqiqatan zo'rlardan mana. Qonini qarang, endi bilmaymiz, endi qo'chqarimdan yurmagan biz uyda. Olib yurgan bo'lsa bilmadim. Bularni yoshi ham yosh bo'lsa, yoshlari ham ko'rsatib o'tamiz. Ikki tish. Bu ikki tish. Bo'lsa, mana bunisi 4 tish bo'lsa. Bu 4 tish va qizlar. 4 tish bilan ko'rsatib ketaylik. Bu ham qonli o'sha katta qorinlar. Mana 4 tish. Bittasiniga qo'za bo'lsa. Mana mana shunisi qo'zga. Quloqni qarang. 8 oylik atrofida, quloq 19 bo'lsa. Quloqlari 19, 8 oylik atrofida qo'zi. Bo'lsa, bu bo'ybaslari 75, buni 75 desa kerak, 75. Qo'ziniki. Ha. Mana 75 plyuslar bo'lsa, mana yurishtirishlarni ko'rsin. Hurmatli obunachilar, mana. Ham yaxshi, hamma 75 plyusga olarasiz bo'ylarini, lekin sifatiga ahamiyat bersangiz yaxshi narsa ekan. Kallani qarang. O'ta bo'lashgan narsa ekan. Mana qo'ziga lekin ishqibozi bo'ldim akalar, qo'zi boshqacha narsa ekan haqiqatan. Bo'lsa, mana bunisi 1 metr tuqqan, mana 4 tish deganimiz. Aha, mana.
bular tug'magan hali. Qolganlari Ha. hali Qo'chqar qo'shib olishaveradi. Xudo xolasa yebishdan muammosi yo'q. Aha. Bemalol bir hafta sinab olishaveradi. Garantiyamiz bor. Ha, garantiyalari bor. Mana xudo xolasa yerlamasada ham azonlardan ham yeb yuribdi mana. Ha, kellar. Shalpon quloq qarang. Bo'lakcha narsa ekan. Haqiqa orqa boshlariga kelishgan mana shuni. Zotga lekin akalar tavsiya qilinadi. Xudo Qora xolasa. variantida mana. Xushxaringiz bo'lsa, obunachilar qo'shib qo'yaverasizlar. Endi buni qo'zini sal kattaroq qilib o'stirib lekin maqsadga muvofiq bo'lar. Chunki bu boshqacha narsa ekanlar, haqiqiy. Quloq joylash, kalla, garbonos hamma yo'q ekan. Ikkitaga endi bu qo'shqariga tayyor obunachilar, xudo xolasa. Agar kun isib ketyapti. Aha. Bundan keyin partiyalarimiz bor. Narxi o'zgaraylik buni. Bo'ldi, narxini aytamiz. Hop. Buni bo'lsa 6 million so'mdan berishsin. Uchoviga 6 milliondan 6 million 18 million. Hozir bo'lib toshkentga yetkazib olib beraman. O'tib beramizmi aka? O'zbekiston joyida bor, yaxshi narx aytdimi o'zi? Yo, narxi yaxshi aka. Endi bir aytganingiz bo'lib qolmasin. Chiroyli qilib o'zi bir men so'ramay siz o'tib bering. Abasan yo'qsa bunday qilaylik. 100 mingdan 300 ming o'tib beray, 5 million 900 dan bo'lsin. Telefon qilsa ham o'tib berasiz. Xudo xolasa. Havas bir joyga o'tib beraman. Obunachi boshqa savdosi bor abasan. bo'ldi. Akalar talavash savdo qilaverasizlar, xudo xolasa, lekin 5 million 900 dan zo'r narx bo'ldi. Men nazarimda qo'yinglar, yaxshi. Hammasi yosh. Chiroyli, eng muhimi yosh. Talavashga endi plyus-minuslari bor. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, biz keyingi partiyamizga bo'lmasa akalar o'tamiz. Aka, mana qo'chqarni qarang, haqiqiy tozasini, qulog'i uzun elitnisini ishqovozlariga xudo xolasa keyingi partiyamizga akalar. Qo'chqarni qarang, jonivorni, mashalloh, garbonos, quloq. Abasan mana garbonos qarang. Mana to'tiq qushda qarang. To'tiq qushga o'xshamaydi. Qirg'iy kallaydimi? Ha, Haqiqiy garbonos. Quloqni qarang. Shalpon quloqdan qarang. Mana akalar. Shalpon quloqdan boqaman deganlar aloqa tushaveradi. Mashalloh. Arqa boshlari ham zo'r. yosh yana arqa boshlari. Zumba razresam dakansa xudo xolasa. Chiroyli. Oyoqlari stakan tuyoq mana. Oyoq qo'llari ham nihoyatda. haqiqiy agar istagan tuyoq, tekis ham baquvvat ingichka oyoq emas ekan. Nihoyatda chiroyli. Ishlari. Bir Abbosam bir 5-6 oy atrofida. Bundan bitta emas aka. Cheylari ham bor. Bundan akalar 4 dona xudo xolasa, bir dona emas. Hammasini quloqlari uzun, kalla garbonoslari kelgan. Mana. Mana shuni ham qulog'i nihoyatda uzun qarang. Mana oldinga ko'rsating mana. Kalla ham bahimaga. Qulog'i ham 19-20 atrofida chiqaradi mana. 20 chiqmasa ham 19 chiqaradi bo'lsa. Arqa dumbasi ham mana dakansa razresiz. Qarang, oldi mujoyi ham bor qarang. Mana egiz munchoqlari ham bor. Tushlari ham nihoyatda chiroyli. Baquvvat. Tushini qarang. Hozirdan shunaqa. Tushlari ham nihoyatda chiroyli. Yemagan holatda akalar shunday. Xudo xolasa akalar qo'chqorlarda tozasini olaman degan akalarimizga internetda o'sha 2000-3000 dollarlik kiramiz qo'ylarga dam beradigan qo'z bo'lib chiqadi xolos. Kallang. Olishsin, daromadini qilishsin, bosam olib tashlab qo'yishsin. Qo'ylarni qaranglar akalar, men tavsiya qilaman. Nimaga? Zotga zo'r. To'g'ri, ozgina ko'proq vaqtingiz ketadi, lekin arziydiganda. Shunaqa, xudo xolasa, sotishmaydi buni o'zlari. Narsa qilib, xudo xolasa ko'paytirib yurishadi. Chunki qo'ylarda kalla, garbonos, quloq juda chiroyli ekan. Arqa dumba razreslari ham hammasi dumba razres ekansa, xudo xolasa. Oyoq qo'llari, quyruqlari edimi? Hamma yo'g'i akalar zo'r ekan lekin qo'chqorlari. 5,5-6 oy atrofida qo'zi ekan. Shunday, ha, shunday. Yemishlari zo'r mana. O'ynab turgan, xudo xolasa. Sog'liqlar istagansa aka. Ha. Bo'ylar Abbosan 70 dan oshiq bo'lsa kerak. 70 plyusga beramiz. 70 plyus, 70 atrofida Abbosan. 70 plyus, 70 oshiq bo'lsa ko'raman. O'lchab video qilib beramiz. 75 ga yaqin mayda qo'ylar emas akalar, xudo xolasa. Sifatlari zo'r, eng muhim jullari olingan. Ham kallani qarang akalar, bu boshqacha narsa ekaniga mashhur chiqar. Ben tushgan boshqalari bo'lagan narsaga xudo xolasa. Yana bitta zo'radan bor, oq yuzdan. Mana bu oq yuz zo'r narsa. Mana akalar. Voy jonivorlar, qo'lga tushmaganda. Abbosan 30 ta 40 ta qo'ydi ichidan tanlab kelamiz ular. 4 tasi tanlangan. Buni akalar kalla ponni oqarib ketadi. Bu hali yoshda. O'zi mana betlari oldin sariq bo'lgan, sekin oqarib oppoq qoladi beshalasi. Oq yuzidan boqaman deganlar aloqa chiqishaveradi Abbosan. Aka bularni narxlarini aytib oldingiz endi. Abbosan Aka narxlarini endi to'g'rovini necha qilib beramiz? Biz so'rashdik. Abbosan 5 milliondan berishsin. 5 million so'mdan, xudo xolasa. 5 milliondan berishsin. Xayri bormi aka? O'tib beramizmi? Ha, hech kim aytgani sotmaydi. Bo'ldi. Qayerga qilib beramiz? Shayda aka o'tib bermayapti men. Telefondan mana shayda o'tib beraman. Optimumga ham 100 mingdan 400 ming kam berishsin. 4 million 900 ming so'mdan. 900 ming so'mdan. To'g'ri bo'ladi. Lekin bitta olamiz deysa, lekin unda plyus bo'lib qoladi. Savdosi bor bo'lsa. Ko'p emas lekin.
Ozgina benefitsiz bor. Qaysi bir yoqsa bo'lsa, mana shu qo'ydi, metka qilishadi, qaysi qo'ydi. Lekin akalar to'rov ham go'zal narsa, arzi degan narsa puliga. Kallani qarang, kattaligini akalar bu yosh qo'zi bo'lgani uchun akalar nima deydi, kalla kichkina o'tiribdi, lekin buni kalla kattalashib, buni quloq cho'zilib yaxshigina qo'zi bo'ladi xudo xolisa. Tavsiya qilamiz akalar. Bo'lmasa biz keyingi partiyamizga o'tamiz, lekin shu qo'ylarga akalar ulgurib qoling. Qo'shqor ishqibozlari boqsa haqiqiy rohatini ko'radi. Obunachilar, biz keyingi partiyamizga o'tdik. Aka, bu so'nggi partiyamizmi? Ha, men sizga aytgan o'sha turli pastda qo'ylar mashq Videoni boshida aytgan xuddi o'sha qo'ylar. 4 million pastda qo'ylarni udorlar chiqadi deganlar akalar. Mana sizga 4 million pastdagilar barra qo'ylardi, sariqlarda, urg'ochlardan aka. Hammasi urg'ochlar, bo'lsa ko'paysin. Urg'och kallalari, quloqlari zo'r ekan aka mana. Hamma rangi, svetlari nihoyatda chiroyli, yeb ichib turgan. Quloqlar qarang. To'raylik atrofidagi bo'lsam bular. To'ray atrofiga beramiz, yana felis minchlar bo'lishi mumkin. O'zilar, xudo xolasa, olsin, daromadini qilsin, uzoq yillar boqib yurishaveradi. Bo'ylar necha beramiz aka? Bo'ylari bo'lsa 70 atrofida. Bular ham 75, endi bunisi ozgina kichikroq, lekin sifat zo'r ekan. Shunday ha. Bu ikkitasi lekin 70 plyus ham sizga kerak. Oldi tashlab qo'yishdan bo'lsa, xudo xolasa. Quloq boshlari butun ekan aka. Hammasi. Quloqlari tiqilmagan bo'lsa, shavqon quloq emas. Dumbalari tikka akalar. Xudo xolasa bir qo'l junini oqoslari ham bo'laveradi. Ha, o'rtanchasini qarang. Kallalari, quloqlari. Nihoyatda chiroyli mana, shavqon quloq. Orqa boshlari ham chiroyli, ha. Mana aka 4 million past kerak bo'lsa 4.5 chiqarishadi, mana shu qo'ylarni. 4 million past. Yeb ichib turibdi mana. Haqiqiy zo'r odam. Mana. Aka, endi obunachilarimiz ko'p kutirmaylik. 4 millionni pastda degiz, necha puldan o'tamiz endi 4 pastda? Xo'p, abosan buni olsin. Bitta yopishtirib aytaveray. Ha, bo'ldi. Men so'ramayman qilib aytaman. Yopishtirib aytaman. Abosan 3 million 900 ming so'mdan berishsin. 3900. Ha, hammasini bir joyga olgan odamga xayr sunnat yana ozgina o'tib beraman. Telefon qilsa, yana ozmas, xayri bor, xudo xolasa. Shunday. Obunachilar, lekin 3 million 900 dan xayri bor deyapti. Men tavsiya qilaman, chunki qo'ylar kalla, quloqlari birinchidan uzun akalar, ham kalla chiroyli, haqiqiy soliq kalla chiroyli, ham quloqlari butun ekan, ham uzun. Arqa dumbalari ham agi solib osilib ketmagan yaxshi narsa, xudo xolasa tavsiya qilamiz. Bu so'nggi partiyamiz ekan akalar. Narxlar haqida fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Sog' va salomat bo'lasizlar. Lekin tavsiya qilgan qo'shqonlarimni, suvlarimni xudo xolasa olinglar, lekin haqiqiy zo'r foydasini ko'rasizlar. Bo'lsa, qo'chqordan ham qo'shib olsa, qo'shib ham beraveraman. Qo'shqorda ham undan narxini xudo xolasa shunday qilib kelishadi aka. Shunday. Akalar aloqaga chiqarasizlar.